Mana bugun hurmatli prezident, muhtaram prezidentimiz o'zini boshchiligida tashabbusi bilan Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan Farg'ona viloyatida 19 ta shahar tumaniga 23 turdagi zamonaviy tibbiy apparaturalar jihozlari olib kelindi. Jumladan Quva tumaniga ham 20 turdagi 25 dona zamonaviy tibbiy apparaturalar mana Quva tumaniga olib kelindi. Bu apparatlardan zamonaviy rentgen apparatlari, zamonaviy ultratovush tashxislash apparatlari, zamonaviy narkoz apparatlari, avvallari bizda mavjud bo'lmagan Lor Combine bor, Lor shifokorlar uchun. Lor Combine 2 dona apparatlar sozlanmasi, bundan tashqari oftalmoskop va bir qancha shu 25 dona 20 turdagi zamonaviy apparatlar olib kelib, hozirda ularni tushirish jarayoni ketyapti. Kelgusida bu tibbiy jihozlar orqali, tibbiy apparatlar orqali tuman xalqini salomatligini saqlash, ularga erta tashxis qo'yish, erta davolash hamda yuqori texnologik amaliyotlarni, tashriqlarni o'tkazish uchun qo'l keladi deb o'ylaymiz. Buni barchasi shu yurtimizda muhtaram prezidentimiz tomonidan sog'liqni saqlash sohasiga berilayotgan yuksak e'tiroflari xalqimizni sog'liqni saqlash yo'lidagi qilinayotgan ulkan ishlar natijasi hisoblanadi.